unutilmaydigan ta'm, yuzlab nozik qatlamlar va haqiqiy Napoleon hissi. Ba'zida odamlar bitta Napoleon nega buncha qimmat deb so'rashadi. Chunki uning ichida faqat un yoki sariyog' emas, soatlar davom etgan mehnat bor. Lekin aslida ba'zi narsalarning narxi mahsulotida emas, unga ketgan vaqt va mehnatda bo'ladi. Ha, ayniqsa qo'lda tayyorlanadigan ishlarda. Ba'zida odamlar tayyor natijani ko'rishadi xolos, lekin uning ortida qancha sabr, kuch va vaqt borligini o'ylashmaydi. Biror ishni chiroyli qilish uchun vaqt kerak, e'tibor kerak, mehr kerak. Eng achinarlisi esa ko'pchilik boshqalarning mehnatini ham va hattoki o'z mehnatini ham qadrlamaydi. Aslida esa insonning vaqti juda qimmat. Chunki vaqt ortga qaytmaydi. Men ham bu ishga vaqtimni beraman. Shu vaqt ichida boshqa ish qilishim, dam olishim yoki oilam bilan vaqt o'tkazishim mumkin edi. Lekin men qilayotgan ishimni juda yaxshi ko'raman. Bu jarayonning o'zi menga huzur beradi. Qatlamma-qatlam yoyilgan xamir, pechdan chiqayotgan issiq go'shtlarning hidi, har bir qatlama bilan asta mukammallashayotgan Napoleon. Ha, aytgancha, men go'shtlarni sal qizarganroq pishirishni yaxshi ko'raman. Kuygan emas, aynan yaxshi pishgan, qarsildoq va sariyog'ning ta'mi bilinib turadigan holatda. Men qatlamlarni biroz kamroq qildim, lekin pastda yozib qoldirilgan xamirdan bemalol 6-8 ta go'sht qilish mumkin. Oxirida esa hamma qatlamlar krem bilan birlashib, og'izda eriydigan haqiqiy Napoleon hosil bo'ladi.